21 mart Xitoyning janubidagi Guangxi avtonom rayonida tushib ketgan yo'lovchilar aeroplanidagi 132 kishining qazo qilganligi jazmlashtirildi. Aeroplan tushib ketgan Vogo shahrida ta'sis qilingan izlash qutqizish qo'mondonlik markazining bayonotida 123 yo'lovchi va 9 aeroplan xodimining hammasining qazo qilganligi jazmlashtirildi. Yana bir tarafdan aeroplanning qora qutisining o'rnini belgilaydigan elektronlik signal uskunasining tepilganligi, qora qutining ikkinchi qismining texnik tepilmaganligi xabar qilindi. Amerika savdo vakili Katerin Tay, Washington dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoyni bozorni burmalaydi deb qaraydi va texmo aktivlik bilan besim qiladi dedi. Tay ularning Xitoyning amaliyotda amdi qarab turmaydiganligini ta'kidladi. Tay mundaq dedi: Washington iqtisodiy manfaatini qo'g'dash va Xitoy bilan texmo yaxshi raqobatlash uchun yangi va texmo unumli qurollarga muhtoj. Amerika prezidenti Joe Bidenning Polshada Ukraina tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba va davlat mudofaa ministri Oleksiy Reznikov bilan ko'rishganligi bayon qilingan. Yig'in jarayonida Ukrainaning zaminini qo'g'dashga texnik ko'p kuch sarf qilib, Rossiyaning Ukrainada elib berilayotgan tajovuzchiligi uchun javobgarlikni surishtirish qatorliq masalalarning muzokara qilinganligi ta'kidlandi. Hindistonning poytaxti Yangi Dehlini ziyorat qilgan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi va Hindiston tashqi ishlar ministri Subrahmanyam Jayshankar juma kuni ikki taraflik munosabatning yanada taraqqiy qilishi uchun aloqani kuchaytirishga qo'shildi. Xabarlarga qaraganda, ikki taraf iqtisodiy va savdo hamkorlikni cho'nqurlashtirish, xodimlarning almashtirishini qulaylashtirish va chegara halqagan daryo gidrologiyasining o'zgarishini qo'llash qatorliq temalarda suhbat va aloqa qilishga qo'shilgan. Amerikaning Delaware shtati Ramazon oyini butun shtatda rasmiy e'tirof qilishni o'z ichiga olgan qonun loyihasini ma'qulladi. 30 yoshlik musulmon ayol parlament a'zosi Madina Wilson Antonining asosli qo'llovchisi sifatida o'tirib qo'yilgan bu qonun loyihasi shtat majlisi yig'inida 21 a'zoning 20si tarafidan ma'qullandi. Xitoyning Misrda turishliq bosh elchisi Liao Liangyang Misrning aloqa va uchur texnikasi ministri Amir Talat bilan ko'rishgandan keyin so'z qilib mundaq dedi: Xitoy Misr bilan hamkorlashib, raqamli iqtisod va aloqa texnikasi masalasidagi hamkorlikni cho'nqurlashtiradi. Germaniya informatsion kultur markazi yordamida elib berilayotgan Sharqi Turkistonlik yetim bolalarga oylik iqtisodiy yordam tarqatish faoliyati 2022 yil 3-oyning 26-kuni tushdan burun Turkiya Istanbul shahrining Safaköy rayonidagi Sharqi Turkiston jamiyatida elib berildi. Faoliyatga 80 dan ortiq Sharqi Turkistonlik yetim bolalar oilasi qatnashgan bo'lib, har bir yetim bolaga 50 yevro naqd pul tarqatib berildi.